Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga Shahzoda, ya'ni Zilola Musayeva haqidagi qiziqarli faktlarni taqdim etamiz. Marhamat. Go'zal va betakror san'atkorimiz Shahzoda 1979-yil 28-iyunda Farg'ona shahrida ziyolilar oilasida dunyoga kelgan. Otasi Bahodir Musayev falsafa fanlari doktori, onasi esa rus tili fanidan dars bergan. Shahzoda birinchi bo'lib Jonim guruhida faoliyatini boshlagan. Keyinchalik o'zi alohida bo'lib yakkaxon xonandalikka o'tgan. Tarona Records'da uning qo'shiqlari mashhurlikka erishgan. Uning Yonadi, Faqat sen, 4 qadam va ko'plab sanog'iga yetolmaydigan hit darajasiga chiqqan qo'shiqlari juda ham ko'p. U kinolarda ham mahorat bilan rollar ijro etgan. Jumladan Fotima va Zuhra, Zumrad va Qimmat, O Maryam, Majruh kinolarni ham sanog'iga yetolmaymiz. Shaxsiy hayotiga kelsak, 2 marotaba turmush qurgan. Ikkala turmush o'rtog'idan bittadan farzandi bor. Hozirda san'atda faoliyat yuritmayapti. Instagram tarmoqlarida ham faol emas. Shahzodadan yangi kliplar, yangi qo'shiqlar, yangi kinolarda muvaffaqiyatli rollarni ijro etishini tilab qolamiz. Farzandlarining, yaqinlarining baxtiga, qolaversa biz muxlislarning baxtiga sog' salomat yurishini tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.